Shuning orqasidan janjal boshlanib ketishi mumkin, tortishuv boshlanib ketishi mumkin. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, salomatmisizlar? Bugun sizlarga o'zim Koreyada juda ko'p guvohi bo'ladigan ba'zi toifadagi do'stlarimiz haqida, insonlar haqida ulashmoqchiman, fikrlarimni bildirmoqchiman. Ya'ni Koreyada koreyslar bilan yoki boshqa millat vakillari bilan din haqida tortishadigan vatandoshlarimiz uchrab turadi, ko'p bo'lmasa ham. To'g'ri, biz musulmonmiz, ba'zida dinimizni himoya qilgimiz keladi. Koreyalik bo'lsa dinsiz bo'ladi, juda ko'pchiligi yokida din borlari ham boshqa anaqa din vakillari bo'ladi. Tabiiyki qarashlar ular bilan turlicha bo'ladi. Ovqatlanish paytida, misol uchun, nimaga bunaqa ovqat yemaysan deb gap boshlanadi yokida Ramazon paytida nimaga ovqatlanmayapsan degan narsa boshlanadi. Shuning orqasidan janjal boshlanib ketishi mumkin, tortishuv boshlanib ketishi mumkin. Ularga tushuntirishga harakat qilamiz, ba'zida dinimizni himoya qilgimiz keladi. Lekin menimcha tortishish, ularga nimanidir tushuntirishga harakat qilish menimcha ko'p foyda bermaydi deb o'ylayman. Chunki o'zimiz ham yangi kelgan paytlarimizda bularga jon kuydirib nimanidir tushuntirishga harakat qilardik, dinimizni yaxshi tomonlarini shunaqa bilan gap bilan tushuntirishga harakat qilardik. Lekin vaqtlar o'tib bilyapmizki, din odatda gaplar bilan tushuntirish orqali emas, o'zimizni yaxshi xulq-atvorimiz, odobimiz, yurish-turishimiz, ishga bo'lgan, insonlarga bo'lgan munosabatimiz, shu orqali biz haqiqiy islomni ularga ko'rsatishimiz mumkin ekan. Shuni angladim vaqtlar o'tib. Lekin gap bilan isbotlamoqchi bo'lgan paytimizda odatda tortishuv kelib chiqadi, janjal kelib chiqadi. Ko'p eshitganmiz, atrofdan ham professor bilan anaqasi din borasida tortishib, universitetdan haydalib ketgan bolalarni eshitganmiz yokida ish joyidan janjallashib chiqib ketgan bolalarni eshitganmiz. Qo'lma-qo'l urushgacha yetib borgan ba'zi bolalar haqida eshitganmiz. Meni shaxsiy fikrimcha bularga yokida koreyaliklarga yokida umuman boshqa din vakillariga o'zimiz dinimiz haqida jon kuydirib tushuntirishdan ko'ra o'zimizni xulqimiz, odob, axloqimiz bilan tushuntirsak menimcha foydali bo'ladi.